Uyg'urcha sanzini siz bilmagan barcha sirlari. Sanzi mazali chiqishi uchun qaynatilgan piyoz suvi, yengil va havoli chiqishi uchun gazli suv. Pufakchali bo'lib gullab chiqishini sirlardan biri bu xamirni oliy navli undan emas, birinchi un navdan xamir tayyorlaymiz. Xamir biroz yumshoqroq chiqadi. Xamir bir marta tingandan so'ng elastikniy bo'lib uzilib ketmasligi uchun xamirni 10 daqiqa yaxshilab mushlab olib, biroz tindirib 250 grammli zuvalalarga bo'lib olib, yana tindirib qo'yamiz. Zuvalani o'rtasidan teshib, xamirni uzmasdan pilta qilib olib, yaxshilab yog'lab qo'yib, issiqroq joyda yana 1 soat davomida yaxshilab tindirib olamiz. Tingan piltalarni xuddi lag'mon kabi cho'zamiz, ammo xamirni uzmasdan lag'monga nisbatan birozgina qalinroq cho'zamiz. Xamirni qo'limizga tartib bilan ilib chiqib, uchi ingichka uzun tayoqchalarga o'tkazib olib, qovurishni boshlaymiz. Sanzi pufakchali bo'lib gullab chiqishini sirlardan yana biri yog'ni 170 darajada qizdirib qovurishda. Agarda yog'ni darajasi 170 dan past bo'lsa, sanzi qovurilganda pufakchalar ishib chiqmaydi. Qovurish texnikasiga ham ahamiyat bering. Har tomonini alohida pufakchalar ishib chiqquncha qovurib olganimizdan so'ng, o'rtasini qovurib sanziga forma beramiz. Sanzini oltin ranglarga kirguncha qovurib olsak yetarli. Sanzini Uyg'ur xonadonlarida deyarli har kuni nonushtaga etgan choy, ya'ni tuzli shirchoy bilan birga iste'mol qilishadi va bu haqiqatan ham juda ham mazali. Albatta tayyorlab tatib ko'ring.